Assalomu alaykum, hurmatli guruhim kanalim a'zolari. Hammanglar yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzingmisizlar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Hurmatli marafonimiz ishtirokchilari, asos andoza darsligimizdan keyin qizlar kecha sizlar bilan asos andoza chizishimiz kerak edi. Uzr, tashlolmadim. Hozir YouTube kanalimizdagi mana shu video darslarning silkasini tashlayman. Juda ham qimmat narxlarda o'rgatiladigan Müller metodikasining asos andozasini hamma sirlari bilan to'liq to'kisligicha qanday bo'lsa xuddi shundayligicha video darsida o'rgatganman. Mana shu videoni kirib ko'ringlar va albatta mana shu andozani chizib ko'ringlar. Agarda asos andoza bilan ishlaydigan qizlar boshqa metodikada bo'lsa, bu metodikani ham o'rganasizlar. Umuman andoza ishlatmaydigan qizlar bo'lsa, sizlarga yangilik bo'ladi. Qimmat narxlardagi kurslardan ko'ra sizlarga mana bekorga hadyaga berilyapti. Mana shu videoni ko'ringlar, qayta ko'rib bir chekkadan xuddi mana shunaqa qilib asos andoza chizishni o'rganib, buni amalda qo'llaylar qizlar. Qancha amalda o'zinglar ish jarayoninglarda mana shu andozadan foydalanib ketsanglar, buni sekin o'zinglarda anaqalarga tushirib olasizlar qizlar. Bizni marafonimizda erkin asos andozani o'rgataman va shu bilan birgalikda Müller metodikasining asos andozasini ham o'rgataman. Endi bizda hozir asosiy bazaviy bilimlar beriladi deyilgan marafonimizda ba'zi bilimlar berilyapti. Professional bo'lish uchun Müller metodikasida professional bo'lib tarzda o'rgatiladi. Agar bilsanglar, boshqa juda ham yaxshi brendlar, mana Rano Collectionlar bor, Rano Hamrayevalar ham mana shu Müller metodikasidan foydalanishadi. Gugu akademiyasida ham Müller bilan fransuz metodikasidan ikkalasidan foydalanishib, o'zlari metodika qilgan. Demak, ular ham Müllerdan foydalanishadi qizlar. Ular juda ham yaxshi metodika. Müller metodikasini kimlardir yaxshi emas deyish mumkin, yo'q, juda ham yaxshi metodika. Shuning uchun men juda ham ko'pchilik iltimos qilgani uchun, Müllerda kurslari juda ham qimmat bo'lgani uchun men shunchaki bu metodikani YouTube kanaliga video darslik qilib joylaganman. Qizlar mana shuni ko'rib, amalda qo'llab, guruhda chizgan andozinglar tashlaylar. Tushunmagan joylar bo'lsa savol beringlar. Va undan keyin ertaga Xudo xolasa kechga jonli dars qilamiz qizlar. Bugun ham vaqtim bo'lmadi, darslarim juda ham ko'payib ketdi offlaynda. Kecha yana vaqtim bo'lmadi. Inshaalloh harakat qilaman. Agar iloji bo'lsa, ertaga kechga, agar sizlar vaqtinglarga to'g'ri kelsa, menga yo'q, yakshanba kuni bozorga boraman ekan. Ertaga kechga ekan. Ertaga kechga 6:30 da jonli dars qilamiz. Mana shu andoza haqida, Müller andozasi haqida. Buning uchun sizlar Müllerni ko'rishinglar kerak, chizib ko'rishinglar kerak amalda va qila olmagan joylar, tushunmay qolgan joylar bo'lsa, bemalol savol bersanglar, jonli darsimizda mana shu Müller metodikasining andozasi haqida jonli darsimiz bo'ladi qizlar. Biror kun seshanba kunga mo'ljallab turibman qizlar, kunduzi qilaylik jonli darsni. Menimcha tikuvchilar juda ham ko'p uyda o'tiradi. Ateliyada bo'lsa ham bemalol bizda juda zo'r narsa, birovni qo'lda ishlaymiz. Tikuvchi chevar qizlarimiz, o'zimiz boshlig'imiz, o'zimiz ishchi bo'lganimiz uchun bemalol bo'ladi vaqtimiz. Seshanba kuni peshindan keyinga jonli dars qilsak, kunduzi men mana shu yerda doskada chiroyli qilib chizib yozib, seshanba kuni o'quvchilarim kelmaydi. Mana shu kunda kunduzida kechqurun kech bo'lib ketyapti. Doskada chizib yozgani ham vaqtim bemalol bo'ladi. Uyda bo'lsam, uyda doskamda qila olmayman, doska yo'q, uyda sharoitim yo'q, uyda unaqa amaliy dars o'tish uchun. Shuning uchun ungacha yana amaliy darslar berib boramiz har kuni. Bugun asos andozani beraman, ertaga yana uni davomini beramiz. Keyingi kunlar dars qoldirilmaydi. Jonli darsimiz seshanba kuni kunduziga peshindan keyingi soat 2larga belgilasak, qizlar kechki paytgacha soat asr paytigacha bemalol 2-3 soat qilamiz. 2da bo'lsa 1,5 soat. Salkam 2 soat vaqtimiz bo'ladi. Harakat qilaman 2dan oldinroqqa. Qizlar, mana shu videoni ko'rib, eslardan chiqmasa seshanba kuni kunduzgilik darsga qatnashga niqa bo'lib turinglar. Ertaga kechga uyda dars o'tamiz, jonli dars. Bunda andoza bo'yicha tushunmagan savollarga javob beraman. Qizlar, nima deydi, imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Bu andozani, demak, sizlar nazariy darsini o'tasizlar va uni tushunmagan joylarga tayyor ustozdan javob olib bemalol amaliyotda qo'llashinglar mumkin qizlar. Sizlar pulli kursda ham xuddi shunaqa o'rgatadi. Boshqachasi o'rgatmaydi, chunki kitobda qanday bo'lsa, asl metodika qanday bo'lsa, xuddi shunday qilib o'rgatganman. Bu ilmni berganimdan men ilm kamayib qolmaydi. Men kurslarimda
sal boshqacharoq qilib o'rgatganim uchun, o'zim yo'nalishimda o'rgatganim uchun men buni kitobdagini hamma foydalanishi mumkin bu narsadan. So'ragan qizlar, menda o'zbekchasi yo'q, Müllerdiki. Qizlar o'zbekchasidan ko'ra ruschasi yaxshiroq, ruschasida bemalolroq tushunasizlar. Endi qani shunaqa dars ham qilamiz. Juda ko'p anaqalar kelyapti. Keyingi darsimiz ertaga tashlab, bugun asos andozani yaxshilab o'rganib olsanglar, bugun erta o'rganib olganinglardan keyin keyingi darsimiz уже standart razmerdagi andozalarni nima marafonga kirgizishga qildim, YouTube'ga emas, YouTube'ga joylayman buni. Standart andozalarni yakshanba kunlik darsimizda, xudo xolasa, video darsimizda anaqaga moslashtirishdi, klientga moslashtirishdi, chiroyli qilib video dars tayyorlayapman. Mana shuni tashlab beraman yakshanba kunlari. Lekin bugun erta bir kunda o'rgana olmaysizlar. Million metodikasi murakkablar, shuning uchun 2 kunga mo'ljalladim. Bugun kunduz vaqtim bo'lmadi, darsga anaqa bo'lib ketib qoldim. Shuning uchun hozir tashlab beraman. Bugun ertaga, ya'ni qimirlayaptimi? 8-9 darslarimiz asos andoza chizishni o'rganasizlar qizlar. Hozir videosini tashlab beraman, silkalarni tashlab beraman, YouTube kanalimga o'tib bemalol o'rganishlar mumkin. Asos andozani o'zi asli nima ekanligini tushuntirib berdim kechagi darsimizda. Endi bugun asos andozani o'rganayotgansiz, mana shuni his qilib, tushunib qilsangiz, sizga yengilroq bo'lishi uchun undan oldingi tayyorlov darsini sizlarga tushuntirib o'tib berdim. Demak, Müllerni o'rganamiz. Savollaringizga ertaga kechga javob olamiz. Yakshanba kuni standart razmerdagi andozalarni klientga moslashdi o'rganamiz qizlar. Bu juda ham oson. Men imkon qadar o'quvchilarga oson yo'lini o'rgatishga harakat qilaman. Ongimiz qiyin deb agarda fikrlasa, qiyin bo'ladi. Qachon qiyin bo'ladi? Bilmasangiz qiyin bo'ladi. Agarda bilsangiz, har kuni uyingizda misol uchun kunora qiladigan, xuddi osh pishirgandek juda ham oson narsaga aylanib qoladi. Faqat ozgina vaqt, e'tibor o'z ustingizda ishlash kerak bo'ladi. Hammanglarga omad, charchamanglar. Men Gulnoza Mamirovna, andijonlik modeler konstruktorman. 25 yillik ish tajribasiga ega. Buni boshida aytishim kerak edi, esimdan chiqib qoladi. Andijonda konstruktor qiziman qizlar. Mana shu marafondan foydalanib qo'ringlar. Mana shu marafondan keyin siz bemalol professional bo'lishingiz mumkin. Men bunga kafolat beraman. Darslarim eng saralab sizlar uchun etap qilib ketyapman. Inshaalloh hammamiz uchun manfaatli bo'ladi, sizlar uchun ham, o'zim uchun ham. Sog' bo'linglar, ishlarga omad, charchamanglar. Alloh kuch-quvvat bersin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar.